juda dedi katta ko'z tekkan sizga. Katta nima dedi? Nazar kirgan sizga dedi. Hozir men sizlarga nima bo'lganini ko'rsataman. Bu narsa dedi, shu bir narsangizgadir urgan. Короче, shu ko'z tekkan, nazar kirgan dedi. Bu anaqadan hasaddan ham bo'lishi mumkin. Birov xolamaganida ham quvorish bo'lib qolishi mumkin bu narsa dedi. O'shanga dedi, nimangizgadir tekkan bo'lishi mumkin dedi. Men bu narsani aytmagan edim. Endi keyingi storiesga agar qiziq bo'lsa, o'tib ko'ringlar nima bo'lganini. Shunaqa qizlar, videoda ko'rdinglarmi nima bo'lganini? Patologimiz kechasi tushib ketdi. Xudoga ming qatla shukr deyman. Kunduzi odam bor paytda tushib ketmaganiga unaqa bo'lishi ham mumkin edi. Bu ham Allohning meni bir asragani, meni Alloh yaxshi ko'radigan bandalaridanman deyman har doim. Alhamdulillah. Shunaqa gaplar. Shuncha gap bo'lib ketdi. O'shaning uchun bugun magazinimiz bekor bo'ldi. Bugun kechasi u patologga qilishadi. Uje hamma narsani olib kelib qo'ydik. Yo'q joyda mana shuncha narsa, mayli kelgan balo qazo shunga urgan bo'lsin ilohim. Shunaqa qilib ertadan как положено ishlaymiz. Qizlar, men yakshanba kuni yo'lga ketyapman, xudo xolasa, faqat sizlar uchun zo'r narsalar olib kelishga, yengillik kutayotgan qizlar kutinglar, yaxshi, chiroyli, sifatli narsa kerak bo'lsa magazinimizda hammalarni kutib qolamiz. Albatta, eng zo'r narsalar faqat meni do'konimda. Buni sizlar yaxshi bilasizlar.